Bu yer shari. İnsanlar hozirgacha bilgan birdan-bir hayotlik mavjud bo'lgan planet. Sayohatchi Numur bo'shliqdan uchib o'tgan vaqtda uning simoyi darvaqa bizni bir oz hayajonlantirdi. Bu mavjud bo'lganiga 4 milliard 600 million yil bo'lgan planetda insonlar necha ming yil vaqt sarf qilib bugünkidek madaniyatni barpo qildi. Hamda mag'rurlik bilan o'zini yer sharining xo'jayiniga aylandiq deb qaradi. Lekin yer shari boshqa xil shaklda insonlarni ogohlantirdiki, amaliyotda undaq emas. İnsanlarning o'rmonlarni xohlagancha kesishi, latqishig'liq iqin ziynining ko'payishini keltirib chiqardi. O'rmon o't ofti, dengiz toshqini, kalkun, qora quyun, qora yomg'ir, muzliqlarning erishi, tarqalishchan zukam qatorliq kasal va tabiiy ofatlar har vaqt yuz berib turdi. İnsanlarning olg'a ilgirlash yo'lida yer shari har vaqt ularni ogohlantirib turdi. Oila faqat birla, insonlar xohlagancha buzg'unchilik qilsa, cho'qim oqibatni ustiga oladi. Gerçi olimlar jonliqlar nasl qurishining sur'atini ostiltish uchun to'xtamay tirishayotgan bo'lsa-mu, lekin faqat ularga tayansak, bu hech nimaga sotmaydi. 18-asrdan boshlab hozirgacha bo'lgan necha yuz yil ichida insonlar fan texnikasining taraqqiyoti sifat xarakterlik ilgirlashga erishdi. O'xshashla yer shariga nisbatan sifat xarakterlik buzg'unchilik paydo qildi. Biz birlikda, raqobat yo'q, yolg'onchilik yo'q, inoq ittifoq bo'lgan o'tmishga qaytaylik. Bir madaniyatda siz mayli qaysi xildagi odam bo'ling, siz xushal bo'lib boqqan, ichilib boqqan, muhabbatga erishib boqqan, do'stlikka erishib boqqan, qarindoshlik mehrini his qilib boqqan. Lekin bugun insonlar taraqqiyot uchun hammasi allaqachon niqob taqib oldi. Ular hargizmi o'tmishga ko'z emas. Yana necha yuz yildan keyin yer sharidagi ko'p qism boyliqlar xo'rab tugaydi. Vaqti kelganda insonlar faqat boshqa xil usulda yoki planetlar aro ko'chman bo'lish orqali ondan hayotlikni davomlashtira olishi mumkin. İnsanlarning necha ming yillik madaniyatini asliginimizda yer sharining 4 milliard 600 million yillik tarixiga nisbatan faqat ko'zni yumib ochqichli vaqt bo'lishi mumkin. Lekin insonlar yer sharida paydo qilgan yara mangu yo'qolmaydi. Bu nima degan odamni maftun qiladigan bir planet. Dal mush yerda noyat ko'p ishlar yuz bergan. Siz suygan har bir odam, to'nigan har bir odam, anglab boqqan har bir odam, tarixdagi har bir odam, hammasi uning ustida yashab boqqan. İnsanlar tarixidagi barliq xushallik va azob, necha ming xil dinlar, ang formatsiyasi va iqtisodiy diyalar, barliq o'g'lig'ichi va umid uzguchilar, barliq qahramon va tug'i yuraklar, barliq madaniyat barpo qilg'uchi va vayron qilg'uchilar, barliq podshohlar va dehqonlar, barliq muhabbat qaynab cho'mgan yoshlar, umidga to'lib toshgan bolalar, barliq ota-onalar, kashfiyotchilar va izlanguchilar, barliq axloq mualliflari, barliq chiriklashgan siyosiyonlar, barliq darajadan tashqari cho'lponlar, barliq oliy rahbarlar, barliq avliyolar va gunohkorlar hammasi mana shu bo'shliqda laylab turgan quyosh nuriga cho'mgan chang to'zon ustida barliq kelgan. Har bir odam oxirida o'lib ketadi. Hayotlik abadiy emas, ammo bir kuni yo'qolib ketadi. Shunga eng oxirgi bir jumla so'zni o'zingizlarga qoldiray.